Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Futbol bo'yicha Ispaniya Kubogining nimchorak final bosqichidan o'rin olgan dastlabki uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Unda musobaqaning 24 karra chempioni Atletik Bilbao Segunda vakiliga qarshi murakkab uchrashuv o'tkazdi. Atletico Madrid esa La Corunyaga safar qilib, Deportivo bilan raqobatlashdi. Ernesto Valverde ustozlik qilayotgan Atletik Bilbao Ispaniya Kubogining nimchorak finalda Cultural Leonesa jamoasining jiddiy qarshiligiga duch keldi. Uchrashuvning birinchi bo'limi chinakam otishmaga aylanib ketdi va darvozalar 3 marotabadan ishg'ol etildi. Ivan Caleroning 2 goliga Gorka Guruseta dubl bilan javob qaytardi. Shuningdek, Ruben Sabrino va Oyen Sanset bittadan golga mualliflik qilishdi. 3-3 navbatdagi 45 daqiqalikda Atletik himoyachisi Aitor Paradasning maydondan chetlatilishi oqibatida bilbaoliklar himoyaviy o'yin namoyish etishga majbur bo'lishdi. Shu tariqa o'yinning asosiy vaqti jangovar durang bilan yakunlandi. Qo'shimcha bo'limlarda esa leonliklar darvozasi tomon penalti belgilandi. Unai Gomez 11 metrlik nuqtadan aniq zarba yo'llab, Atletik Bilbaoni chorak finalga olib chiqdi. Madridning Atletico klubi esa La Corunya shahriga safar qilib, mahalliy Deportivo klubini kichik hisobda mag'lub etdi. Uchrashuvdagi yagona va juda muhim bo'lgan golga tajribali Antoine Griezmann mualliflik qildi. Shu o'rinda qayd etish kerakki, matrashchilar 19 bor Ispaniya Kubogining finaliga qadar yetib borgan va 10 marotaba bosh sovrinni qo'lga kiritgan. Ushbu musobaqaning 2020-yilgi g'olibi Real Sociedad Ispaniya Kubogining 8dan 1 final bosqichida Osasunaga qarshi dramatik uchrashuv o'tkazdi. San Sebastian shahrida o'tgan o'yinda pablondaliklar birinchi bo'limning o'zidayoq 2 bor raqib darvozasini ishg'ol etishdi. Moncayola 4-daqiqadayoq hisobni ochgan bo'lsa, Real Sociedad sardori Mikel Oyarzabal 17-daqiqada o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ydi. 0-2. Ammo maydon egalari irodali o'yin namoyish etib, oxirgi 15 daqiqalikda muvozanatni tiklashdi. Gollarga Turrientes va Subeldia mualliflik qildi. E'tiborlisi ekstra taymlarda Oyarzabal 11 metrlik jarima zarbasidan unumli foydalana olmadi. Biroq Mikel penaltilar seriyasida jamoasining muvaffaqiyatli odamini boshlab berdi. Yakunda esa Real Sociedad g'alabani tantana qilib, Ispaniya Kubogining chorak finaliga yo'l oldi. Fransiyada esa mamlakat kubogining 16dan 1 final bosqichidan o'rin olgan so'nggi uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda musobaqaning 10 karra chempioni Marsel Bayo klubi mehmoni bo'lib 9 bor raqib darvozasiga javobsiz to'p kiritdi. Mason Greenwood hat-trick qayd etdi. Amin Gouiri dubl muallifiga aylandi. Gomez, Traore, Egan Riley va Neil Mope bittadan golga mualliflik qilishdi. Shu tariqa Marsel nimchorak finalchilar qatoriga qo'shildi va Rennes klubining raqibiga aylandi. Eslatib o'tamiz, Marsel 22-yanvar kuni UEFA Chempionlar Ligasi doirasida Liverpoolga qarshi bahs olib boradi. Turkiyada hamyurtlarimiz Eldor Shomurodov va Bosbek Fayzullayev to'p surayotgan Başakşehir klubi mamlakat kubogining guruh bosqich 2-tur doirasida Boluspor bilan raqobatlashdi. Ahamiyatlisi 23-daqiqada Opoku Fayzullayevning uzatmasidan so'ng hisobni ochdi. Ammo Arda Usluoğlu birinchi bo'lim oxirida muvozanatni tikladi. 84-daqiqaga borib, Nuno da Costa Başakşehirga g'alaba keltirgan golga mualliflik qildi. Shu tariqa ushbu jamoa musobaqadagi ilk g'alabasini qo'lga kiritib, A guruhida 3-o'ringa ko'tarildi. Bugun Marokashda o'tayotgan Afrika Millatlar Kubogining yarim final bosqichidan o'rin olgan uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Unda musobaqaning 7 karra chempioni Misr Senegal terma jamoasi bilan raqobatlashadi. Sobiq klubdoshlar Sadio Mane va Muhammad Salah o'rtasidagi o'yin finalga teng o'tishi taxmin qilinmoqda. Ushbu jamoalar 2022-yil mazkur musobaqaning finalda o'zaro to'qnash kelishgan va unda Senegal penaltilar seriyasida g'alabani ilib ketgan. Afrika Millatlar Kubogining final ostonasidagi yana bir uchrashuvda mezbon Marokash terma jamoasi musobaqaning 3 karra chempioni Nigeriya bilan raqobatlashadi. E'tiborlisi, ushbu jamoalar so'nggi bor 2018-yil o'zaro to'qnash kelishgan va unda Marokash yirik hisobda zafar quchgan. Yarim final o'yinlari 14-15-yanvar kunlari bo'lib o'tadi. 2025-yili mavsum kashfiyotiga aylangan rossiyalik tennischi Mira Andreeva Avstraliyaning Adelaida shahrida o'tayotgan WTA turnirida muvaffaqiyatli odimlamoqda. Shuningdek, Kanada vakilasi Victoria Mboko ham chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. 2025-yili ikkita WTA turnirida g'olib bo'lib, yana bir nechta musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etgan Mira Andreeva yangi mavsumni a'lo darajada o'tkazishni maqsad qilgan. 18 yoshli tennis malikasi Adelaida shahrida o'tayotgan turnirning nimchorak finalda Mariya Boskovaga qarshi kortga chiqib, 6-3, 6-1 hisoblarda zafar quchdi. Bellashuv davomida Andreeva ikkitadan ace va qo'sh xatoni hisobiga yozdirib qo'ydi. Boskova esa ace qayd etmay bir marotaba qo'sh xato qildi.
O'tgan mavsumda Mira Andreevadan tashqari kanadalik Victoria Mboko ham o'zining yorqin o'yinlari bilan muxlis va mutaxassislarning e'tiboriga tushdi. U Adelaide turnirining 8 dan 1 final bosqichida tajribali Anna Kalinskaya bilan raqobatlashib, irodali g'alabani tantana qildi. Mboko 2 soat 24 daqiqa davom etgan bellashuvda 6-2, 3-6, 7-6 hisoblarda g'alaba qozondi. Shu tariqa Victoria nimchorak finalga yo'l oldi va Madison Keysning raqibiga aylandi. Ma'lumot uchun ushbu musobaqaning umumiy sovrin jamg'armasi 1,206,446 AQSh dollarini tashkil etadi va 17-yanvar kuni nihoyasiga yetadi. Ortda qolgan 2025-yil baydarka va kanoida eshkak eshuvchi sportchilarimiz uchun sermahsul va yutuqlarga boy bo'ldi. Terma jamoa a'zolari turli darajadagi xalqaro musobaqalarda ishtirok etib, yurtimiz sharafini munosib himoya qilishdi. Umuman olganda, har bir start yangi tajriba, yangi maqsadlar va yangi cho'qqilar sari tashlangan mustahkam qadam bo'ldi. Oldinda esa sportchilarimizni yanada nufuzli musobaqalar kutib turibdi. Mavzuni hamkasbim Nazokat Rasulova davom ettiradi. Baydarka va kanoida eshkak eshish bo'yicha terma jamoamiz vakillari 2025-yili kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatida 3 tadan kumush va bronza, 18-23 yosh toifasidagi qit'a birinchiligida 17 ta oltin, 11 ta kumush hamda 6 ta bronza medallariga ega chiqishdi. Shu bilan birga yoshlar va kattalar o'rtasidagi jahon chempionatlarida, xalqaro regata musobaqalarida va mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Ushbu turnirlarda qo'lga kiritilgan medallarni sarhisob qiladigan bo'lsak, yoshlar va kattalar terma jamoamiz vakillari jami 30 ta oltin, 25 ta kumush hamda 17 ta bronza medallariga ega chiqishdi. Bu 2025-yilda ko'p musobaqalarni ko'rdik, ko'p opit oldik, ya'ni tajribalarga ega bo'ldik. O'zimizdan kuchli hamda malakali murabbiylardan saboq oldik va o'zimizga kerakli xulosalarni chiqarib, o'shaning ustida ishlab bormoqdamiz. Oldinda hozirgi 2026-yilda Osiyo o'yinlarida men ekstrem slalomda va slalomda qatnashaman. U yerda ikkita kategoriya bo'ladi: hiti va slalomda. Ulardan eng katta qo'yilgan oliy maqsadlardan bittasi bu jahon kuboklari bo'ladi. Ularda ham yaxshi natijalarni ko'rsatib, oliy o'rinlarni olib kelish. 2026-yilda ham baydarka va kanoida eshkak eshuvchilarimizni bir qator muhim startlar kutib turibdi. Jumladan 8-10 may kunlari Vengriyada 18-23 yosh toifasida o'tkaziladigan Jahon Kubogining birinchi bosqichi, 14-17 may sanalarida kattalar o'rtasidagi Jahon Kubogining ikkinchi bosqichi, 18-23 yoshdagi sportchilar o'rtasidagi dunyo birinchiligi, aynan shu yoshdagi sportchilar o'rtasida Jahon Kubogining 3-bosqichi, butun jahon universiada o'yinlari kutmoqda. 2026-yilning nufuzli musobaqalari 18-23 va kattalar o'rtasidagi Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlari hamda Qozog'iston va Xitoyda o'tkaziladigan Osiyo chempionatlaridir. Navoiy Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida sport maktablari direktorlari hamda sport federatsiyalari ijrochi direktorlari ishtirokida kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda 2026-yil davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan respublika va xalqaro miqyosdagi sport musobaqalariga puxta tayyorgarlik ko'rish, sportchilar ishtirokini ta'minlash, shuningdek sohadagi tashkiliy masalalar atroflicha muhokama qilindi. Mamlakatimizda sport infratuzilmasi izchil rivojlantirilib, yoshlarning qiziqishlari qo'llab-quvvatlanmoqda. Birgina Navoiy viloyatining o'zida bugungi kunda 18 ta sport ta'lim muassasasi faoliyat yuritadi. Ularda 20 ming nafardan ziyod yoshlar, 784 nafar malakali murabbiylar qo'l ostida shug'ullanib kelmoqda. Yig'ilish davomida o'tgan 2025-yilda viloyat sportchilari erishgan natijalar sarhisob etildi. Ta'kidlandiki, bugun viloyatda 26 ta olimpiya, 5 ta milliy va 12 ta noolimpiya federatsiya faoliyat ko'rsatmoqda. Milliy terma jamoalarga tayyorlab berilgan sportchilarning umumiy soni 647 nafarga yetdi. Barcha mahallalardagi yoshlarni sportga jalb etish bo'yicha 5 bosqichli musobaqalar tizimli olib borilmoqda. O'tgan 2025-yil davomida o'tkazilgan O'zbekiston Osiyo jahon chempionati va kuboklari hamda nufuzli xalqaro sport musobaqalarida navoiylik sportchi yigit-qizlar jami 1859 ta medallar shodasini jamg'ardilar. Ularning 1540 tasi O'zbekiston chempionat va kuboklarida, 116 tasi Osiyo chempionat va kuboklarda, 108 tasi esa jahon chempionat va kuboklarda hamda 95 tasi nufuzli xalqaro musobaqalarda qo'lga kiritilgan. Qayd etildiki, bugun har bir murabbiy qobiliyatli yigit-qizlarni saralab professional sportchilarga aylantirishga, bunda boshlang'ich tizim bo'lgan sport maktablari bilan o'zaro uzviylik yo'lga qo'yilib ishlanishi yanada samarali bo'ladi. Yig'ilishda 2026-yil davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan Prezident Olimpiadasiga tayyorgarlik jarayonlari hamda Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlariga viloyat sportchilari ishtirokini ta'minlash masalalari ham muhokama markazida bo'ldi.
Sport faqatgina jismoniy tayyorgarlik emas, balki insonni intizomga, qat'iyat va sabr-toqatga o'rgatadigan hayot maktabidir. Aniq maqsad qo'yib, unga sidq dildan intilgan inson albatta natijaga erishadi. Buni andijonlik atlet Fayzulla Nabiyevning sportda bosib o'tgan yo'li va yutuqlari misolida yaqqol ko'rish mumkin. Baliqchi tumanida joylashgan og'ir atletika zali bugun yana bir faxrli mehmonni qarshi oldi. Bu yurtdoshimiz og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati sovrindori Fayzulla Nabiyev. U shu yerda mashg'ulot olib borib, yoshlarga o'z mahoratidan saboq bermoqda. Zarralarda endi faqat trenotka qilish kerak va O'zbekistonda bayrog'ini yana ham katta shohsupalarda ko'tarish kerak. Fayzulla Nabiyev sportga 15 yoshdan kirib kelgan. Uning sabr-toqati, mehnat va intilishi natijasida u nafaqat yuqori sport yutuqlariga erishdi, balki oliy ma'lumotli mutaxassis sifatida ham kamol topdi. Bugun u sport ustasi sifatida o'z tajribasini yosh avlodga o'rgatib, ularga motivatsiya bag'ishlamoqda. Yurtdoshimiz Fayzulla Nabiyev kabi sportga sodiq, vatanga mehrli insonlar yurtimiz sport kelajagining yorqin namunasidir. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. Yurtimizdagi barcha vatan himoyachilaridan bugungi bayram bilan muborakbod etamiz. Sportdan uzoqlashmang, ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.